Shaqir qilma. Mashinada telefon, pul, nima qimmat narsa bo'lsa, sekin chiqasiz. Keyin biz ham sekin suramiz. Keyin nima bo'lishini aytib beringmi? Nimasi yo'qmi? San tiqtinam deylik. Ana og'ayning seni tashlab qochadi. Sen bo'lsa 10 yilga kesilib ketasan. Ichkarida san chiroyli hayot kutyapti deb o'ylaysan. 10 yil umring to'rtta devorlar g'ashini sanash bilan o'tib ketadi. Men bu o'rtog'ing bo'lsa, undan to'g'ri xulosa chiqarib oladi o'ziga. Karyera qiladi, oila quradi. Bir chekkada jimgina yashab yuraveradi. Bilasan nega bunaqa bo'ladi? Chunki pichoq seni qo'lingda turibdi. Nega seni hayotingizdan chiqib ketish kerak? Uni emas. Chiqding ham deylik. Oldingda na oshna og'ayning, na qarindosh urug'ing bo'ladi. 10 yil takka yo'qotaverasan. Arendaga mashina olib itdek kira qilib yurgan paytingda qizingni dorisiga pul topolmay siqilib bir chegada o'tirganingda o'zingga o'xshagan ikkita chimov kelib bo'yningga pichoq tiraydi. Balki ularda esda qolar. Lekin kech bo'ladi. Taq.